Assalamu alaikum hörmətli Uyghur TV görülmənləri. Bugün 5 sentabr Peyşembe günü Türkiye Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin kültür merkezinde Uygurların alim ve doktorlarını bir araya toplap jığılış ötküzüldü ve jığılışın ahırda sual sorulup sual cevap veriş qatarlıq faaliyetlerden intayın yaxşı ve güzel ahırlaştı. Alim Erkin Sıddık efendim bilen bir sohbetleşildi. Assalamu alaikum Erkin Sıddık. Ve aleyküm assalam. Erkin efendim bugün bu sahende bütünümüzdek nasıl işler varsınız, nasıl hizmet kılarsınız ve nasıl hazır hizmetin şunda aldırış duruqluq vatanımız Şərq Türkistan'la alaqadar, Uygurlar alaqadar nurgun məlumatlarını verirsiniz elbette bir ajilde köp qaldı. Siz muş hizmetine qandaq kirişdiniz, neme sebep bilen muş kirişdiniz siz Uygurluq? Endi ehtimal siz mi bilsiz, ben Uygurlar üçün iş qıvatqalı uzun oldu. Ben şu otur mektep, ali mekteplerden tatiplan bu işini başlagan. Ta ki yakın kadar men üçün vatandakiler bek mühimdi. Uygurlarniki taqdirini özgertiş, yoki taqdirini yaxshilashda vatandakiler mühim rolunu o'taydi, halqlik rolunu o'taydi deb o'ylaydim o'zim. Başta bu başqa 2017-yilgi kelguchilik meni qilgan ishlarim butunlay vatanni ko'zlab turib qolgandim endi. 2017 birinchi ayda bizim vatandagi Uyg'urcha torbatlardan eng oxirgi Misrandim degan torbatim taqilib ketdi. Shuni bilan men maqolamni chiqara olmaydigan bo'ldim. Shundan keyin endi asta nazarimni chetga qaratib bu yerga ishlarni boshladim. Endi hozir millat intayin bir xatarlik taqdirga qarab ketyotdi. Başta bu aşka gerçi meniki yaxshi xizmetim, yaxshi turmushim, yaxshi maoshim bu nasrim bo'lgan bilan menda hozir qat'iyan xo'shallik yo'q, xotirjamlik yo'q. Nima ish qilsa, agar biz vatandan va millatdan olib qolsak, o'zimizniki shaxsiy holatning qanday bo'lishini qat'iy nazar biz bundan keyin mangu baxtli bo'la olmaymiz. Başta bo'lgandan keyin men qo'limdan kelgan ishni qilay deb tirishib kelyapman. Bu yil atiyazda Avustralya'ya bordim, Yaponiyaga bordim, Kanadaga bordim. Maqatim endi safarga chiqdim. Hammasiga o'zimniki ta'til vaqtini ishlatib, bizning idora narjili birdigan. Ashta chiqdim bu qatim bu safar 4 davlatga boraman. Shvetsiyaga berib bo'ldim, Turkiya 2-chi, unda keyin 2 davlat bor. Shundaq. Endi agar hozirgi shundaq bir paytda har bir Uyg'ur o'ziniki qo'ldan kelishicha tirishib, vatanniki taqdirini o'zgartirishga biroz to'p qo'shmasa, yoki bizning vatanniki xalqlarniki hayotini saqlab qolishda, vatanniki zaminimizni qaytarib kelishda biroz bir qilmasak, agar bulardan olib qolsak, bizniki buningdagi hayotimizniki qiymati qolmaydi, ahamiyati qolmaydi. Men shu nuqtadan tirishyotaman. Rahmat, Allah razı olsun. Allah bundan keyingi ishlaringizga o'ng'ishli qilsin. Sizlarning tirishchiligingizga ko'p rahmat, sizlarni jiqtirishyotsizlar. Rahmat sizga.